Assalomu alaykum obunachilar. Men rasman ana shu Epsi yozman. Epsi o'z kanalima ning shu Epsi o'z kanalining egasi men bo'laman. Menimcha meni ovozimdan bilgan bo'lsangiz kerak. Bu kanalda men bir o'zim yurg'izaman. Voy. To'xtanglar. Boshqa sizlarga ikkita kartani bitta qilib ko'rsam, bu kartalarni biz kanalimizda 200 ta obunachi bo'lgandan so'ng va mana shu video 45 ta like yig'gandan so'ng sizlarga bu kartalarni qayerdan o'rnatishni yuklayman. O'rgataman. Aytgancha bu versiya 1.21.0.5 versiya hisoblanadi. Va mana shu yer. Bu juda zo'r hisoblanadi. Bu judayam zo'r-ku. Obunachilar, ishonasizmi? Video olishga eng ideal variant. Men mana shu kartada video olmoqchiman. Balkim video bo'lar, faqat onun uchun bu video 150 ta like va mening obunachilarim 225 ta bo'lishi kerak. Va men o'ynaganim mana bu juda katta. Bu birinchisini Habon qishloqchasi ham bor. Mardim. Karos men qisqa obzor qilib ketaman. To'lig'ini esa bu 45 ta like, 200 ta obunachi bo'lgandan keyin o'zlar anaqani yuklashni o'rgataman. Mana versiya aytdim, yuklasizlar, mazza qilib o'zlar o'ynayverasizlar. Bu kanalda Epsi Mobil shunaqa emoji videolar va mana shunaqa Minecraft videolar bor. Aytgancha bitta narsa aytib o'tish inaqalarni chiqmasin. Chunki bu inaqa ko'p internet qolishlar sizda bo'lishi mumkin. Agar kuchsiz telefon bo'lsa, siz yaxshi yuklab olmang. Chunki bu meniki anchagina yaxshi telefonim. Honor 8B hisoblanadi. Bu ancha yaxshi telefon, lekin buni albatta qochishlar bor. Chunki bu yana bitta emas, ikkita o'zi ko'ryapsizlar, shahari ham bor. Men o'zim yaqinda Telegram kanal ochmoqchiman. Faqat men obunachilarim 200 tadan o'tish kerak. Ya'ni 200 ta obunachilar olishim kerak. Bitta ochaman, ikkita ochaman, farqi yo'q. Ko'raman. Bu mana ko'ryapsizlarmi? Juda katta hisoblanadi. Juda katta kichik shahar desa ham bo'ladi-da. Hamma narsasi bor. Va ikkinchisiga o'zim yo'l ham qurib qo'ydim. Endi o'zlaringiz mo'ljallab qilasizlar, ya'ni meni sal past qilib qo'yibman. To'xtang. Kechat hozir 1 minut. Ana dersangman. Qani edi u joyingda? Qayerdan keldim? Taxminan mana shu yerdanmi deymanda. Yo'q. Qayerdan keldim men? Mana. Arzan ko'rasizlarmi? Buni past qilib qo'yibman. Shunga o'zim sizni ham qo'yardim. Va bu birinchi, bu to'g'ri hech qanday shahar yo'q. Lekin men normal atak. Lekin eng yaqin mana shu shaxta bo'ldi. Hamma almozlari ham bor, vijvinalarga ham juda zo'r. Mana shu yerda ruscha yozuv. Shahza deb qo'yibman. Bu yerda birinchi kursda ko'mir, temir,
to'xtanglar. Men cho'ta tashqimani ko'rsatib o'taman. Menimcha boshqa tomondan kirib qo'ydimmi deymanda. Qisqacha mana ko'rsatib o'tyapman. O'zlan ko'rsatilmasi Zumrad qotyapti. Nayni qochishlar bo'lsa, anaqa uzr so'rab qolaman, chunki bu juda katta kartalar. 200 bunchalik katta bo'lgan shuki, lekin u qishloqchasi ham juda katta-da. Shaharni aytmasam bo'ladi. Kemasling, Ko'pishqoq marada jonga tegib ketadi. Taram hech joningizga teganmi? Tegansa like bosib qo'yinglar. Men misol bu videoga like bosaydim. Chunki tayib ketgan ham bu videoni ko'rib chiqqanman. To'xta. Bu videoni ko'rib chiqmagan ekanman. Bu videoni ko'rmagan ekanman men. Oltin bo'lib. Bu videoni ko'rmadim. Просто ko'rib qo'ygan. Bu yer o'sha. O'rdagi Dream ancha ham o'sha. Bu yerda zo'r narsalar bor. Xo'p, agar men telefonimni ko'tarmaydi, sizlar mana shu yuklab olsalaring bo'ladi. Bunda ham katta emas, qochishlar kam bo'ladi. Bunda ham mana bu shaxta bor, bu ham yaxshi bir totuvchi joyi bor. Xo'p, bo'lmasa mana qisqacha. Bo'ldi. Dars chopish narsalar ham bor. Yo'q, qotib qoldimi? Albatta qochishlar bo'lyapti. Bu yerda mana shu narsalar bor. Shunda endi like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.